sferasimon qobiq o'ylab topdik. Biz unga katta tok bilan bizni himoya qilish tizimini o'rnatdik. U sferasimon qobiq shunday ediki, bizni sfera bo'lib o'rab olib himoya qilardi. Ya'niki bizning istehkomlarimiz, odamlarimiz butun joyimizni sfera bo'lib o'ragan edi. U havodan ham, osmondan ham, yerdan ham, hattoki yer ostidan ham o'tganligi uchun bizga hech qanaqa tarzda hujum qilishlari mumkin emas edi. Ya'niki agar havodan hujum qilmoqchi bo'lsalar ham ular tok urib kuyib ketishardi. Agar osmondan hujum qilmoqchi bo'lsalar u yerda ham bor edi. Agar yer ostidan kiramiz deb o'ylashsa ham yer ostidan ham o'shanaqa biz shunday bir zombilarga qarshi tok o'ylab topgan edik. Ular ham axir biologik mavjudotlar. Biologik mavjudotlarni yo'q qilish mumkin bo'lgan qurollar ularni ham yo'q qiladi. Faqat ular uchun juda ham yirik miqdordagisi va kattalari kerak bo'ladi. Shunday qilib biz shu tarzda zombilarga qarshi kurashib yashay boshladik. Biz 500 ta, 600 ta, 1000 tagacha bo'lardik, biroq bizga askarlar kerak, bizga shifokorlar kerak, bizga tadqiqotchilar kerak. Shuning uchun biz odamlarimizdan o'zimiz ixtiro qilgan zombilarning kuchlari yetmaydigan, ularni yo'q qiladigan qobiqlarga o'ralgan havo kemalarimizni ishlab chiqdik va ularni sinovdan o'tkazdik va ular bizga zarar yetkaza olmasliklariga aniqlik kiritgach, atrofni o'rganish maqsadida biz ulardan guruhlar tuzardik. Biz odamlarimizdan eng yaxshilaridan, eng faollaridan, eng ilg'orlaridan turli guruhlar tuzardik va biz ularni tadqiqot uchun sferamizdan tashqariga chiqarib yuborardik. Boshida bu narsalar juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Ya'niki bizning qurol aslahalarimiz, bizning texnika texnologiyalarimiz juda ham foydali edi. Ya'niki unga hech qanday hujum ta'sir o'tkaza olmas edi. Ya'niki hayvon zombilarni ham hattoki kuydirib, kul qilib, yo'q qilib yuborayotgan edi bizning qobiqlarimiz. Va biz bunga haddan ziyoda ishonib qola boshladik va bir qancha muddat biz juda ham